Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatining huquqiy asoslari belgilangani haqida bo'ladi. O'zbekistonda islomiy moliya tizimini rivojlantirish yo'lida muhim qadam qo'yildi. 2026-yil 27-mart kuni qabul qilingan qonun bilan amaldagi qonunchilikka tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Hujjatga ko'ra, endilikda Islomiy bank faoliyatini amalga oshirishning aniq huquqiy asoslari belgilab berildi. Jumladan, banklarning islomiy moliya operatsiyalariga foydani taqsimlash asosida moliyalashtirish, investitsiyaviy omonatlar jalb qilish, nasiyaga savdo orqali moliyalashtirish, oldindan to'lov asosida bitimlar tuzish, sherikchilik asosida faoliyat yuritish hamda mol-mulkni islomiy ijara, lizing asosida berish kabi yo'nalishlar kiritildi. Shuningdek, O'zbekistonda bank faoliyatini faqat tegishli tartibda tashkil etilgan va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan berilgan litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslar amalga oshirishi mumkin. Mazkur litsenziya muddatsiz beriladi va uni boshqa shaxslarga o'tkazish taqiqlanadi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Oliy Majlis Senatining 5-fevraldagi yalpi majlisida O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy qilishga qaratilgan qonun ko'rib chiqilib, ma'qullangan edi. 25-mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bank tizimida islomiy moliya mexanizmlarini joriy etish bo'yicha taqdimot bilan tanishgan edi. O'shanda Markaziy bank huzurida Islomiy moliya kengashi tashkil etilishi belgilangandi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: daryo.uz sayti.